Assalomu alaykum. Bugun sodda chiziqli tenglamalar haqida gaplashamiz. Xo'sh, bu tenglamalarda demak eng sodda, eng oddiy ko'rinishi bo'ladi. Tenglamalarga umuman kirish desak ham bo'ladi. Birinchi qismi. Aytaylik, bizda tenglama berilyapti. X + 4 teng 7. Tenglamalarda demak eng asosiysi o'sha birinchi o'zi aytib o'tish kerak, chiziqli tenglamalar nima? Chiziqli tenglamalarda boyagi sodda chiziqli tenglamalarda faqat bitta noma'lum bo'ladi. U endi x bo'lishi mumkin, y bo'lishi mumkin, a bo'lishi mumkin, n, m farqi yo'q. Aslan o'sha bitta noma'lum qatnashadi va qolgani sonlar bo'ladi, xuddi bu yerda berilganidek. O'sha noma'lumni biz bir tomonga yig'ib olishimiz kerak va qolgan barcha sonlarni o'ng tomonga, boshqa bir tomoniga yig'ib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, berilgan tenglamada x o'zi shundoq ham chapda turibdi. X joyida qoladi. Bu yoqda demak 7 bor edi. Bu yoqdagi 4 ni o'ng tomonga o'tkazib olamiz. O'ng tomonga u -4 bo'lib o'tadi. Demak, x teng 7 dan 4 ayirsak 3 chiqadi. Bu degani o'sha x o'rniga agar tenglamani boshida 3 qo'yadigan bo'lsak, tenglamamiz to'g'ri chiqadi. 3 + 4 7 bo'ladi. 7 teng 7. Xo'sh, endi yana bir boshqa ko'rinishiga o'tamiz. Ko'paytirish holida ham kelishi mumkin. Misol uchun 4x teng misol uchun 28 deb keladigan bo'lsa, har ikki tomonni tenglamani misol ko'paytirib turgan bo'lsa, har ikki tomonni xuddi o'sha songa bo'lib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda 4x bo'lsa, 4x ga endi bu yerda ko'payib turibdi. Shuning uchun har ikki tomonni 4 ga bo'lib yuboramiz. 4x ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, x ni o'zi qoladi. 28 ni shunchaki yozib olamiz. Birinchi 28 ni aytaylik 4 ga bo'linadigan bo'lsa, demak x ni javobi 7 chiqadi. Demak, boshida 4 ko'paygan 7 desak, 28 javob to'g'ri chiqadi. Xo'sh, yana bir boshqa ko'rinishga o'tamiz. 3x teng -18. Bu yerda ham xuddi shunday x joyida qoladi. X ga 3 ko'payib turibdi. Shuning uchun -18 ni demak 3 ga bo'lamiz. X teng demak minus ishora qoladi. Tepadami yo pastdan farqi yo'q. Agar bitta sonda minus bo'ladigan bo'lsa, ishora o'zida qoladi. Ya'ni -6 qoladi. Agar tenglamani soni kasr ko'rinishida kelib qolsa qanday bo'ladi? Misol uchun 2/3 deb y kelsa va javob 9 chiqsa, bu yerda ham o'zi kasrmi yo oddiy sonmi farqi yo'q. Bu son demak berilgan noma'lumga ko'payib turibdi, ming qilsa ham. Demak, uni biz o'ng tomonga o'tkazishda bo'lish qilib o'tkazamiz. Y teng 9 bo'lingan demak 2/3 deb olamiz. Va keyingi qismida y teng. Demak, kasrlarda bo'lishda bilamizki, agar mahrajni tepaga ko'tarib, suratni pastga tushirib, umuman joyini almashtiradigan bo'lsak, uni biz ko'paytirish qilib yozib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 9 ko'paygan, demak 3 ni tepaga yozib olib, 2 ni pastga yozib olsak, shu ko'rinishda yozib olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, keyin y teng 27/2. Agar oddiy son ko'rinishida yozaman desak, 27 ni 2 ga bo'lsak, 13/5 deb yozib olsak bo'ladi. Xo'sh, yana bir boshqa misol ko'ramiz. Endi sal yaxshiroq tushunadigan misolga keldik. 12x - 1 teng 35. Xo'sh, bu yerda boya aytilganidek o'sha qatnashgan noma'lum bir tomonda qolgan barcha sonlar boshqa bir tomonga o'tkaziladi. Ya'ni bu yerda 12x joyida qolib, demak 35 joyida turadi yoqda 35. Bu yoqdagi -1 ni endi o'ng tomonga o'tkazishda +1 qilib o'tkazib olamiz. Xo'sh, 12x teng 35/1 36 bo'ladi. 12 x ga ko'payib turibdi. Shuning uchun bu yoqqa bo'lish qilib o'tkazib olamiz. 36/12. Demak, x ni javobi 3 chiqadi. Endi sal boshqacharog'ini ko'ramiz. Aytaylik, -x + 4 teng 47 kelsa, bir xil ketaveradi. -x teng 47 dan
4da endi bu yoqda +4, bu yoqqa minus qilib o'tkaziladi. -4 minus x joyida turadi. 47dan 4 ayirsak 43. Bu holga kelganda qanday bo'ladi? Misol uchun testlar kelganda javoblar bu ko'rinishda berilmaydi. Ya'ni minus x sifatida berilmaydi javoblarda. Har doim x oddiy boyagi plus ishora bilan, umuman ishorasi yo'q payti plus bo'ladi u, shundoq. O'sha minus ishorasiz beriladi javoblar. Shuning uchun bunaqa joyga kelganda, misol to'xtadi emas, buni tugatib qo'yish kerak. Ya'ni ishorani o'ng tomonga o'tkazib yuborishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'ng tomondagi barcha sonlarni, endi bu yerda oddiy 43 chiqdi javob. O'sha sonni ishorasini o'zgartirib qo'yishimiz kerak bo'ladi yoki har ikki tomonni -1 ga ham bo'lib yuborsak bo'ladi, farqi yo'q. Endi bu yerda oddiy eng oson yo'li shunchaki ishorani o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Bu yoqda -43 qilib qo'ysak, shu ko'rinishda javob bo'ladi. Xo'sh, endi sal murakkabrog'iga kelamiz. 14 minus y teng 19 minus 11 y tenglama berilsa, bu yerda umuman hech nimaga chalg'ish shart emas. Shunchaki noma'lum bu yerda, demak y imiz bu yerda noma'lum. O'sha berilgan noma'lumni bir tomonga, qolgan hamma sonlarni boshqa bir tomonga o'tkazib olsak bo'ldi. Birinchi qiladigan ishimiz har doim o'sha bo'ladi tenglamada. Xo'sh, bu yerda demak minus y o'zi qoladi birinchi. O'ng tomondagi minus 11y ni chap tomonga o'tkazib olamiz. U plus y bo'lib o'tadi. Plus 11y bo'lib o'tadi, ya'ni plus 11y teng, demak 19 joyida qoladi. Chap tomondagi 14 ni o'ng tomonga minus qilib o'tamiz. Oldida ishora plus uniki. Shuning uchun minus 14. Ikki tomonni ham birinchi ixchamlab olamiz. Bittada demak minus y plus 11y imiz 10y qoladi javob. 19 dan 14 ayirsak demak 5 bo'ladi. Demak y teng 5 bo'lingan 10 bo'ladi yoki har ikkisini qisqartirib yuboradigan bo'lsak 5 ga qisqartiramiz-da. 1 taqsim 2. Javob shu ko'rinishda ham kelishi mumkin yoki oddiygina 0.5. Demak, tenglamalarda boyagiday nechta hadida boyagi bizga berilayotgan noma'lum kelishi, umuman qaysi ko'rinishda kelishi farqi yo'q. Eng asosiy birinchi qilinadigan ish o'sha aytilgan, so'ralgan noma'lumni bir tomonga yig'amiz, qolgan sonlarni bir tomonga yig'amiz. Eng birinchi qilinadigan ish. Undan keyin misol uchun guruhlash bo'ladimi yoki ixchamlash bo'ladimi, farqi yo'q. Ular keyin qilinadigan ish. Avval o'sha noma'lumni bir tomonga yig'ib olishimiz kerak. Eng asosiy ish shu, birinchisi. Xo'sh, keyingi misolga o'tamiz. Tenglama berilyapti. 5 2y minus 4 teng 2 qavs ichida 5y minus 10. Demak, bu yerda noma'lumlar qatnashgan, to'g'ri, lekin avval qavsdan ochib chiqarib olishimiz kerak. Undan keyin boyagiday chapga o'tkazish, o'ngga o'tkazish bo'laveradi. Qavs bo'lmagan payti boya aytilganidek birinchi o'sha chapga o'ngga o'tkazilaveradi, lekin hozir bu yerda qavs bo'lgani uchun avval qavsdan chiqarib olishimiz kerak bo'ladi bu yerda. 5 ni 2y ga ko'paytirsak 10y, 5 ko'paygan minus 4 demak minus 20 teng 2 ko'paygan 5y 10y, ichkarida 2 ko'paygan 10 minus 20 bo'ladi. Demak, 10y. Men endi shu holatdan boshlab, mana bu qismdan boshlab boyagi o'sha noma'lumlar bir tomonga, qolgan sonlar bir tomonga o'tkaziladi. Shu joydan yana davom etib ketaveradi. 10y joyida qoldi. O'ng tomondagi 10y ni endi chapga minus 10y qilib o'tkazib olamiz. Chapda turgan minus 20 ni o'zi turadi birinchi. Minus 20 va o'ngda turgan. Endi chapdagi minus 20 ni o'ngga o'tkazib olamiz. Plus qilib o'tkazib olamiz. Xo'sh, 10y ayrilgan 10y 0 qoladi. Pastda minus 20 plus 20, bu yerda ham 0 qoladi. Xo'sh, endi bu nima degani? Javob o'zi bu yerda demak cheksiz ko'p bo'ladi bizda. Cheksiz ko'p. Cheksizlik. Xo'sh. Bu degani bu yerda o'sha tenglamaning boshida y ga har qanday son olinsa,
tenglamamiz to'g'ri chiqaveradi degani. Misol tenglamani qiymati o'zgarishi mumkin, son kattalashishi, kichiklashishi mumkin, lekin har qanday sonni oladigan bo'lsak, 1 olinadimi, 5 olinadimi, 100 olinadimi, har ikki tomoni har doim javobi teng chiqaveradi. Birinchi bu qismda yaxshi ko'rinmasligi mumkin, lekin mana bu qismiga qarasak, ikki tomon ham bir xil ko'rinish bo'lib qolgan-ku, to'g'rimi? 10y minus 20, mana o'ng tomonda ham, bu yoqda ham 10y minus 20. Xuddi shu yerdan ko'rsak bo'ladi. Misol har ikki tomonda 20 bor, bunga e'tibor qaratmasak bo'ladi. Har ikki tomonda 10y bo'lgani uchun 10 ni misol uchun y ga har qanday son olsak, har ikki tomonga bir xil son ko'payadi. O'shuning uchun tenglamani ikki tomoni teng chiqaveradi har doim. Shuning uchun tenglamamizda cheksiz ko'p yechimlar bo'ladi degani. Yana bitta oxirgi misolni ko'ramiz tezroq. Umuman o'zi videolarni qisqaroq qilishga harakat qilyapman. Ozroq cho'zilib ketyapti. Xo'sh, oxirgi misolni ko'rib qo'yamiz. X plus 2 qavsda ko'paygan x minus 9 teng 0. Demak, bunaqa ko'rinishlarda biroz boshqacharoq bo'ladi. Boya aytganimizdek, birinchi qavslardan ochdik va ba'zi joylarda shunchaki noma'lumlarni bir tomonga yig'dik. Bunaqa ko'rinishda o'zi shundoq ham tenglamamiz bir tomonda 0 turibdi. Ikkinchi tomonda esa ikkita qavsdagi sonlar bir-biriga ko'payib turibdi. Bunaqa holatlarda o'sha ko'paytmani har ikki sonini boyagiday har birini 0 ga tenglashtirib, shunchaki o'shalarni javob sifatida olishimiz mumkin. Bu nima degani? Demak, birinchi qavsda x plus 2 ni biz 0 ga tenglaymiz. Bu yerdan demak x teng minus 2 chiqadi, to'g'rimi? Ikkinchi qavsda ham 0 ga tenglab olamiz. X minus 9 teng 0 deb olamiz. X teng 9 bo'ladi. Demak, bu yerdan ikkita javob chiqdi. Tak. Bu nima degani? Misol ikkovi ham lekin javob sifatida olishimiz kerak. Ikkovidan bittasini majbur emasmiz. Nimaga desam, misol uchun minus 2 ni oladigan bo'lsak, javob sifatida birinchi qavsimizda x o'rniga minus 2 ni qo'yib ko'ramiz. Minus 2 plus 2 bo'lsa 0 bo'ladi. Birinchi qavsimizda 0 chiqadi. Ikkinchi qavsimizda esa yana minus 2 ni qo'yamiz-da endi. Minus 2 minus 9 bo'lsa, ikkinchi qavsimizdan lekin minus 11 chiqib qoladi. O'quvchi umuman chalkashishi mumkin. Chap tomonda 0 chiqdi. Har ikkovini 0 ga tenglashimiz kerak deyishi mumkin. Chap tomonda 0, bu yoqda minus 11 chiqib qoldi-ku desa, umuman tenglamani bu narsa buzmaydi. Nimaga? 11 da misol bu yerda o'rtada ko'payish turibdi, to'g'rimi? Minus 11 ni 0 ga ko'paytirsak ham baribir javob 0 chiqaveradi. O'ng tomon bilan baribir teng bo'laveradi. Xuddi shu ko'rinishda mana 9 ni ham olsak shunaqa bo'ladi. 9 misol uchun 2 ga qo'shganimizda 11 chiqishi mumkin, lekin bu tomonda 9 dan x o'rniga 9 qo'yganimizda minus 9 bo'ladi-da, 0 chiqaveradi. Yana o'rtada ko'paytirish bilan tenglamani chap tomoni umumiy 0 chiqarib beraveradi. Shuning uchun bu yoqda ham 0 bo'ladi, tenglama javob chiqaveradi. Mana shu ikkita sonni ham qo'yaversak. Demak, ikkita ko'paytma berilganda bir-biriga ko'paytirib tenglamani o'ng tomoni 0 bo'ladigan bo'lsa, o'sha ko'payib turgan qavslarni har birini 0 ga tenglaymiz va o'shalardan chiqqan javobni javob sifatida olishimiz mumkin bo'ladi.